Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun yana bir labomizga tent taqib edik. Tentimizning balandligi 1 metr. Ko'rishingiz mumkin. Ichki holatlari mana. Oldida ikkita ko'zi bor, ochiladi. Bunga mayda mol yuklashar ekan. Shuning uchun oldin ochilayotgan qilindi bu. Mana bu eshigi seli borib orqaga tegadi. Chaspaklar burchakdan bo'lgan. Seli borib orqaga tegadi. Profillar qalin profil bo'ldi. 4 ga 2,5. Ko'rishingiz mumkin tepalari mana tepasi tushadi. Bemalol mana o'tkazdi. İplarni yopib qo'yishadi, iplarni kirgizib qo'yishadi. Mana bu mana ochib qo'ysa ham bo'ladi. İpchasi bilan mana tepaga boylab qo'ysa ham bo'ladi. Hozirgina ochib hech yopib ham turaveradi. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Shunday qilib yasab beramiz. Bizda prinsiplar ham yasalyapti. Hozir ko'rsataman. Surxondaryo viloyatiga zakaz bo'lgan prinsipimiz. Mana. Bu prinsiplar 4 metrga birovni juda katta bahaybat holatda yasalyapti. Yana zakaz prinsiplarimiz bor. Bu yoqda har xil prinsiplarimiz yasalyapti. Kimga nima kerak bo'lsa, prinsip kerakmi, labolarga tent rishetka kerakmi, kiyabongaga, hokazo isuzularga, katta isuzularga lo'bayini qilaveramiz. Telefon qilasiz, aloqa chiqasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like, kommentariy qoldirishni unutmanglar.